Qaysi kasb egalari eng ko'p bo'yin rejasiga uchraydi? Sartaroshlar yoki novvoylar? Sartaroshlar, Buxgalterlar yoki bank xodimlari? buxgalterlar, Dasturchilar yoki grafik dizaynerlar? dasturchilar, monitorga tikilib o'tirish grijaga to'g'ridan-to'g'ri yo'l. Stomatologlar yoki zargarlar? Bu yerda zargarlar, Taksi haydovchilari yoki payvandchilar? payvandchilar noqulay holatda bo'yinni qotirib ishlashadi. O'qituvchilar yoki hamshiralar? Shubhasiz o'qituvchilar, Bog'bonlar yoki quruvchilar? quruvchilar, Santexniklar yoki tikuvchilar? albatta tikuvchilar. Sartaroshlar yoki buxgalterlar? Sartaroshlar, ular harakat ko'proq bo'lsa ham bo'yin burchagi noqulay. Dasturchilar yoki zargarlar? Zargarlar, Payvandchilar yoki o'qituvchilar? payvandchilar. Quruvchilar yoki tikuvchilar? Bu yerda tikuvchilar, chunki ular kun bo'yi bir xil holatda egilib o'tirishadi. Va nihoyat final. Zargarlar yoki tikuvchilar? Juda ham qiyin tanlov, lekin zargarlarda bo'yin grijasi bo'lish yuqoriroq. Siz qaysi sohada faoliyat yuritasiz? Fikringizni kommentariyada yozib, sahifamga obuna bo'ling.